Bugungi kunda sun'iy intellekt deyarli barcha sohalarga faol kirib bormoqda. U biznes, ta'limdan tortib boshqaruv tizimlarigacha bo'lgan yo'nalishlarda yangi imkoniyatlar yaratyapti. Asaka Bank tomonidan poytaxtimizda sun'iy intellekt rivoji davrida inson resurslarini boshqarish strategiyalari konferensiyasi ham ayni shu mavzuga bag'ishlangani bilan ahamiyatli bo'ldi. Soha mutaxassislari, ishbilarmon doira vakillari hamda xalqaro ekspertlarni bir maydonga jamlagan mazkur muloqotda mehnat bozori transformatsiyasi, zamonaviy ko'nikmalar va inson kapitalini rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Nutqlarda sun'iy intellekt ish jarayonlariga tez kirib kelayotgani, shu bois HR yo'nalishida yangi yondashuvlarga ehtiyoj ortayotgani ta'kidlandi. Endilikda tashkilotlar raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan birga xodimlarning bilim va ko'nikmalarini doimiy rivojlantirib borishi muhim ekani qayd etildi. Ushbu konferensiya avvalo sun'iy intellekt ish o'rinlarini egallab oladimi yoki yo'qmi degan savolga javob berishga qaratilgan. Bugungi global tendensiyalar shuni ko'rsatmoqdaki, bu savol keng muhokama qilinmoqda. Konferensiya davomida ham bu masala ko'p ko'tarildi. Spikerlar chiqishlarida ta'kidlagandek, sun'iy intellekt aksincha HR rolini yanada kuchaytiradi. Har qanday tashkilot o'z xodimlarining kasbiy va raqamli ko'nikmalarini doimiy ravishda rivojlantirib borishi zarur. Bu esa ishonch, o'zaro hurmat va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish kabi muhim qoidalarni shakllantirishni talab qiladi. Albatta, raqamli vositalardan qo'rqmasdan ularni faol qo'llash lozim. Bugungi konferensiya HR sohasi mutaxassislari uchun muhim professional platforma bo'lib, unda 150 dan ortiq ishtirokchi nafaqat Toshkentdan, balki Samarqand, Buxoro, Toshkent viloyati hamda Markaziy Osiyoning boshqa davlatlaridan kelishgan. Ular bugungi kunda mehnat bozori va ish o'rinlarini kelajak uchun shakllantirish ustida ishlamoqda. Tashkil etilgan networking va fikr almashuv jarayonlari sohaning yetakchi mutaxassislari hamda taklif etilgan mehmonlar bilan muloqotlar kelgusida yanada samarali natijalarga xizmat qiladi. Asaka Bank rahbariyatiga ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlagan va biz bilan hamkorlikda HR professional hamjamiyatini birlashtirish imkonini yaratgani uchun minnatdorchilik bildiramiz. Konferensiyaning keyingi qismida jamoani rivojlantirishda mentorlik va murabbiylik yondashuvlarining ahamiyati muhokama qilindi. Mutaxassislar transformatsiya jarayonida xodimlarni qo'llab-quvvatlash va ularning salohiyatini oshirishda samarali muloqot muhimligini ta'kidlashdi. Konferensiya panel sessiyalari bilan davom etdi. Unda sun'iy intellektning ish jarayonlariga ta'siri hamda texnologiyalar orqali biznes samaradorligini oshirish masalalari muhokama qilindi. Xalqaro spikerlar tadqiqotlar bilan bo'lishdi. Sun'iy intellekt emas, balki insonlar sun'iy intellekt ishlatish kerakligi mavzusi ko'tarildi. Taqdimotlarda ko'proq dunyoda o'sha mehnat bozorida bo'layotgan o'zgarishlar, hozirgi kunda ko'proq nimaga e'tibor berishimiz kerakligi, klassik usuldan bugungi hozirgi zamonaviy boshqaruv usuliga o'tish to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Mutaxassislar fikricha, innovatsion texnologiyalarni samarali qo'llagan tashkilotlar kelajakda yanada raqobatbardosh bo'ladi. Mazkur konferensiya esa tajriba almashish va professional hamkorlikni rivojlantirish uchun muhim platforma bo'lib xizmat qildi.